Farruh. Nima deding? Assalomu alaykum, keling Jasur aka. Jasur meni qo'shib zo'r etib qo'yadilar, lekin o'zlari sal yoqmay qoladi, deb Farruh. Nimaga? Ozgina kibromlar deyman de shu Farruh. Farruh. Nima deding? Assalomu alaykum, keling Jasur aka. Alaykum salom. Xush kelibsiz aka. Xo'p. Hop, men sizni yaxshilab turdim o'zi. Yo'q, yomonlab turding hozir. Aka, yaxshilab turdim. Mana shu mening do'konim bo'ladi, Brand Rose. Aka, siz yuring do'konimda aylantiraman. Yaxshi narsalar bor. Jasur aka, mana shu yerdagi hamma vitrovkalarimizni narxlari atiga 99 mingdan, razmerlar, rasvetkalari har xil. Jasur aka, mana shu yerdagi hamma shimshalar, jo'yganlar ham narxlari 99 mingdan. Yo'q, yaxshi shimlar bor ekan atak. Voy, mana shu bizda olmaganmiz, xuddi shunaqasi bor-da bizda ham. Yo'q, bu yerda olmaganman lekin. Lekin shunaqasini topib beraman. Yuring, mana bu yerda bor, kiyib ko'rasiz. Qani ko'raylik-chi. Jasur aka, men bu suyni ko'ryapsizmi? Kecha Ronaldo kelib olib ketdi mashinani. Yo'q, Selina Gomezga ham sotgandirsan. Ularga ham sotaveramiz. Aka, lekin men oyoq kiyimimizga ko'zim tushdi. Bular modadan qolgan. Hozir bizda mana bunaqa oyoq kiyimlar bor. Xohlasangiz setkasiz deysizlar. Luboy 99 mingdan. Mana aka, kiyimlaringiz kelib turing. Bu aksiyamiz 1-martdan 1-aprelgacha davom etadi. Alades, bola, lekin qara, orqamdan yana gapirib yurma. Paydo bo'lib qolishi mumkin ekan. Xo'p, bo'ladi. Kelib turing do'konimizga. Mana qara, kim edi u? Voy, tanimaysizmi? Jasur Yurpov. Xo'p, pulni oldingmi? Artisu qanday olaman pulini? Menga desa Brad Pitt bo'lmaydi, bor pulni olib tushadi.